Hayot. Nima o'zi bu hayot? Gohida kuldirsa, goho ko'z yoshlarini yomg'ir qiluvchi, ba'zan qalbingizni bahordek yoritsa, ba'zida esa ko'zdagi qurigan barglar kabi to'kib tashlaydi. Shu hayotmi? Rostini aytsam, ha, shu kundalik va odatiy hayot tarzi. Lekin bilasizmi, qalbingizni va nafsingizni hamisha bahordek ushlab turuvchi, har qanday holatingizda tirgak bo'luvchi, yelkadosh hamda sirdosh bo'luvchi bir inson bo'lsa, hayot haqida gap boshlangan chog' siz boshqacha so'zlay boshlaysiz. Assalomu alaykum. Hali o'zim tanimagan va ko'rmagan umr yo'ldoshim, Marvaridan Bahorim. Yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi? Bugun senga maktub yozgim keldi. Seni kelishingni kutib turgan bu hayot bekatida turarkanman, ba'zida sendan xafa bo'lib olaman. Ba'zida seni kelishingni xayol qilib, xursandligimdan dunyolarga sig'may ketaman. Gulim, men turgan bu bekatda tinchlik yo'q. Xuddi bu insonlar seni menga nasibim bo'lmasliging uchun jiddiy jahd bilan kurashayotgan ajib bir dushmanlarimga o'xshaydi. Sen uchun kurashyapman, Marvaridim. Sen uchun o'zimni zinodan, nomahramlardan, fitnalardan, qo'shtirnoq ichidagi tasodiflardan asrab kelyapman. Men turgan bekat qiziq ekan. Kimdir hayotimga kirish uchun va uni vayron qilish uchun harakat qilsa, kimdir esa kirgizmagan hayotimni bilgandek, xuddi men hayotimda yashab ko'rgandek yomonlaydi. Tuhmatlar qiladi, g'iybatlar qiladi. Ularning fikricha, men o'ta ketgan kibrli, o'zini osmon bo'luvchi inson emishman. Qara Marvaridim, seni kutar chog'imda nimalarga duch kelyapman. Lekin bilaman Bahorim, sen bularni hammasiga arziysan. Bu insonlarning gapiga kelsak, e'tibor bermay qo'yganman. Bir ajib gap bor-ku, debdilari bizga kerakmi? Ular ko'tarib yurmaydi-ku bizni yurakni. Seni qanday tasavvur qilaman bilasanmi? Sho'x shodon, sabrli, kitoblarni sevuvchi, o'qigan kitoblarini so'zlab beruvchi, arzimagan narsaga ham yolg'ondan araz qilib, keyin darrov kechiruvchi. Erkatoygina, endi ochilib kelayotgan gulg'uncha kabi nur yuzli bir qiz. Ha, meni tasavvurimda sen shunday yashaysan gulim. Menga tashqi ko'rinishing muhim emas, imoning, kitoblar bilan gullayotgan qalbing muhim. Endi o'ylayver, seni ko'rmay, bilmay, tanimay qanchalik sevaman. Agar ko'rsam, bilsam va tanisam, qanchalar oshig'ing bo'larkan mana. Rosti buni hozir o'zim ham bilmayman. Barini sen kelganingdan keyin birgalikda bilib olamiz. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqdagi sahifamga bir qiz yozibdi. Tanishaylik deb. Nima dedim bilasanmi? Ayolim bor dedim. Aldayapsiz, men sizni taniyman-ku dedi u. Nimaga aldayman? Ayolim bor, faqat uni hozir o'zim ham tanimayman. Agar siz haqingizda bilsa, postingizga somon tiqadi dedim va javobini ham kutmay bloklab tashladim. Mana aynan shu uchun ham meni hamma kibrli inson deb bilishadi. Lekin erta bahor yaproqlarini kutayotgan daraxt misoli, bahorini kutib yashayotgan oshiq deb bilishmaydi. Shunga o'xshash fitnalardan juda ko'p duch kelaman. Bularni qo'shtirnoq ichidagi shirin so'zlarga aldanmay deb Robbimdan har namozlarimda yorib so'rayman. Hozirgi kunda sen nimalar bilan mashg'ulsan bilmayman-ku-ya, lekin men ikki tilni mukammal o'rganib yuribman. Inshaalloh nasib yoz faslida Makkaga yashash uchun ketmoqchiman. Borib, joylashib, ish topib, yo'limni topib olsam, keyin o'zimni izlaganim kabi seni izlay boshlayman. Topgan chog'imda yo'q, seni ham, ota-onamni ham yonimga olib kelib olaman. Va go'zal hayollardagi go'zal hayotimizni shu muborak diyorlarda yashay boshlaymiz. Bu hayot tushunarsiz Marvaridim. Kuni kecha bir insonning videosiga ko'zim tushib qoldi. Videoda shunday deyilgandi: agar ayol kishi bilan munosabat qilayotgan vaqtingizda haddan ziyod mehribon, shirin so'zlarni qizg'anmay aytaveradigan bo'lsangiz, u ayol sizdan zerikib boshlaydi. Ochig'i, nega bunday deb tushuna olmay qoldim. Nima? Urush janjalsiz, do'q-po'psasiz, gina anduqsiz yashashni nimasi zerikarli ekan? Mana yana o'sha bekat.
Yomg'ir. Yomg'ir yuzlarimni qitiqlagancha mayin yog'a boshlayapti. Yomg'ir tovushlari bilan hayol surib turarkanman, bir qiz yonimga kelib turib oldi. Telefonda allakim bilandir gap talashib turardi. Rosti bu qizni oldida bezovta bo'la boshladim. Baxtimga universitetimga eltuvchi 199-raqamli avtobusim kelib to'xtadi. Endi chiqib ketaman deb turgan vaqtim boyagi qiz chaqirib qoldi. "Hoy, to'xtang." Ortimga o'girildim. "Menmi?" dedim qizga qarab. "Ha, siz haligi akademiyada o'qiysiz-a?" dedi. Targeting bo'yicha o'qiyotgan akademiyamni aytib. "Ha, o'sha yerda o'qiyman, xizmat" dedim bezovta bo'lgancha. "Haligi 1-2 daqiqa vaqtingiz bormi? Yordamingiz kerak" deb qoldi. "Gulim, rosti senga aytmoqchi bo'lgan so'zlarim to'lib yotibdi. Faqat hozir onam ish aytib qoldilar. Qolganini sal kechroq yozaman, xo'p?" "Haya, sal qolsa yodimdan chiqay" debdi. "Marvaridam, sendan iltimos. Men seni kutganim kabi, sen ham meni kut. Sen uchun o'zimni asraganim kabi, sen ham o'zingni asrab tur. Bilsang, ikki qalb Allohdan bir xil narsa so'rab duo qilsa, masofalar qanchalik uzoq bo'lmasin, Alloh bu ikki qalbni birlashtirar ekan. Duolarimda yashayotgan Marvaridam, yana yozgunimcha o'zingni ehtiyot qil. Allohimga omonatsan. Seni ko'rmay sevuvchi oshiq."